Allohga shunday duo qilgin: ey Robbim, sen mening holatimni ko'rib turibsan. Sen mening zaifligimni bilasan. Mening ehtiyojlarimni bilasan, ey Robbim. Faqatgina senga yuzlanaman. Faqatgina sening o'zingga shikoyat qilaman. Robbim meni. Faqatgina sendan yordam so'rayman. Faqatgina senga suyanaman. Faqatgina senga ishonib tavakkal qilaman. Men sengagina taslim bo'ldim va senga iymon keltirdim. Ey Robbim, menga yordam ber. Agar sen ushbu so'zlarni ixlos bilan aytsang, bu so'zlarning qarshisida osmon darvozalari ochiladi. Agar sen bu duolar bilan duo qilsang, Alloh sening g'amingni aritishiga va qiyinchiliklaringda yordam berishiga loyiq bo'lasan. Zero agar Alloh xohlasa